Mana shunaqa myatinalar qattiq urilsa agar iz bo'lib qoladi, kraskani ezib qo'yadi. Shunda klayda qilish mumkin bo'lmaydi, shuni bilasizmi? Pashti bir oydan ko'p bo'ldimi? Mana shu myatina qilishga sizga nima qulay? Kirchokda ishlash osonmi yoki klayda ishlash osonmi? Klayda ustoz. Lekin mana shunaqa myatinalarga kelsa agar kraska ezilgan bo'lsa, klay ishlatsa nima bo'ladi? Kraska qo'porilishi mumkin. O'sha uchun iloji boricha myatinalarga kirchok bilan chiqargan yaxshi, to'g'rimi? Yoki udarni sistema bilan tagidan chiqarilsa. Ko'pincha sizlarga maslahat berardimki, faqat klayda emas, kirchokda ishlashni ham yaxshi o'rganish kerak. Chunki kirchokda ishlagan usta klayda ham bemalol eplab ketadi. Sal-pal ishlasa, u qo'li kelib qoladi. Sizga maslahatim kirchokda ishlashni o'rganing. Xo'p, bo'ladi. Mana shundan ko'rish mumkinki, ustidan ko'rmasa agar tagidan ko'rib turganlaringizdek ostri chiziq bo'lib turibdi. Bu dasha metal ham cho'zilib ketgan. Kraska uni ustiga ezilgan. Bunda klayda vaqti ishlash mumkin emas. Mayli, shunaqa layfhaklarni kuzatib boringlar. Bundan zo'rlarni ham ko'rsatamiz.